Hammaga salom obunachilar. Bugun men mana shu o'yinni o'ynayman. Kimga qarshi o'ynasam bo'larkan? Men bu o'rtadagini bosish kerak. Odamimni almashtirardim, lekin almashtirib kelmayapti. Bitmislamidi? Yana chiqarkanman. Endi o'yinni boshlaymiz. Ready qilamiz. Men tayyorman. Braziliyaga qarshi O'zbekiston. Braziliyada Neymar Junior bordir. Uni to'xtatadi Abdulqodir. Kim yutadi deb o'ylaysizlar obunachilar? Fayzullayev, Shukurov, Mameda Bellingham bor. Bellingham O'zbekistonda qo'ydi. Rafinha bor ekan unda. Shomurodov. Bellingham hozir gol tiqadi. Uning uchun revok bilan yurish kerak. Hozir men Sanov gol tiqish kerak. Uning uchun Sanov uchun omad deyli. Omad bo'sh uchun like bosinglar, gol tiqaman. Gol tiqolmadik. Sanov. Hozircha minut qaranglar. Hozir men Sanov joyidan to'xtamaydi. Ozgina noto'g'ri bosib qo'ydim. Bir balonni bosib o'tdim. Voy. Ikkalamiz ham kuchli ekanmiz-ku, aytmasam. Rafinhaga berib qo'ydik. Afsuski o'xshamadi. Shukurov. Voy. 45 minut bo'ldi. Hozir men Fayzullayev kim ushlayapti bu yerda? Shomurodovmi? Obunachilar ko'ryapsizlar hozir kimga yutishimni. Mashina bosib borish kerak. Bellingham tezkor edi. Hozir men shu joyda. Hozir 1 2 3. Kuchli ekan varatalisi. Ana, yiqit. Hamma yiqilsin. Sekin yurarkan bunisi. Gol! Fayzullayev gol tiqdi. Hozir yarim minut qoldi. Hozir yana bitta gol tiqsak yutishimiz mumkin. Shekilli bo'laymi. Hozir Fayzullayev gol tiqdi. Endi Braziliya yutqish kerak. Braziliyadan hech kim yutqiza olmaydi dedi. Senga endi mumkin emas dedi yana.
Oho. Varatali uçup qoldi. Vay. Fayzullayev o'yinchi kerak. Shomurodov. Vay, oyog'iga tiqilib nima bor? Qayerga ketdi? Vay. Vay. O'rinib chiqib ketdi yaxshi lekin. Oh, Yusupov. Vay, shu joyida qotma. Vay. Wi-Fi qototdi. Shu Wi-Fi qototdi, o'shanga qotib qoldik. O'shanga Shomurodov kerak, oldinga ketish kerak bular. Shomurodov. Mana. Udar. Vay. Shomurodov eski futbolistga kerak emasdi, hozir bitta bo'ldi va hammada tugadi. Realsti 6 minutli bo'ldi. Yana ikkinchisi bilan urushamiz hozir. 1-0 ga yutdik Braziliyani va hammaga xayr, pauza qilaman. Husanov gol tiqaman degandi. Hozir bittasi bilan o'ynab ko'ramiz. Ramos bor ekan. Yo'q bo'ladi, shuncha verir ekanda. Yana o'ynab ko'ramiz. Hozir kimlar o'ynashini ketdi. Portugaliyada Ronaldo bordi, uni to'xtatadi Abdulqodir Yusuf ekan. 158. Oho. Masan tez. Hücumkini. Oho. Ronaldo yo'q ekan unda hozir. Shomurodov nima boshlar ekan? Qizil vachchalar ko'p ekanda u yerda. Nima ekan? Nima o'ylash mumkin? Voy. Ruka bosing. Haqqat beramiz hozir. Nima? Portugaliyada Ronaldo bordi, uni to'xtatdi. Hadi, yiqilib jonga tegdi. Portugaliyada Ronaldo bordi, son gol tiqish kerak uning uchun. Omad tilaylik, son gol tiqsin. Portugaliyada Ronaldo bordi. Ronaldo bordi. Voy, qo'li dushadimi? Bilan qo'li dush. Neyse nasıl gitti. Oh. Ne. Kötü gitti. Kötü geberdik şunu.
Kayfmi bularga? Portugaliyaga kayf ekanda. Hozircha men 0-0 ga o'tishi mumkin. Obunachilar, obuna bo'lib qo'yinglar keyin. Undan keyin esa obunachilar mana buni bosamiz. Voy, kimga beryapti bu jinnini? Ungacha qo'lim qirsillataman-da. Mevla boshlash kerak ekan. Voy, shukr. Shomurodov o'ynash kerak emas-da. Sanovga berish kerak hammasi. Voy, shu Wi-Fi ham qoturar ekanda. Voy. O'zlari gol kirish kerak. Şu joyda obunachilar. Hozir gol tuta olmadim. Hozir baqiroqlar ko'pda. Bunday qilish kerak. Ronaldo bordi, uni to'xtatadi. Voy, bular burun o'lga yutib qo'yishim kerak. Bellingham gol tiqish kerak. Bellinghamga omad. Gol. Mana qo'yib gol tiqdik. Rafinha deb qo'yardim. Birinchi golni Bellingham degan bolacha gol tiqdi. Va nihoyat birinchi golni tiqdik. Ular kuchli edi hozir. O'tin komandasiga o'ngacha tepguncha biz mundoq boramiz. Mundoq bor. Ha. Uni to'xtatadi. Qayerga qaytyapti bu? Voy. Shu qoturib jonga tegdi bu ham. Va nihoyat birinchi golga tiqdik va hammaga xayr obunachilar.